Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz mana bu Telegram bot orqali pul ushlab boramiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu botning havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Hozir mana Start Now degan tugmani bosib, biz hisobimizga kirib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bot haqida bizga misol uchun ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlarni misol uchun ko'rib chiqasizlar, misol uchun tanishib. Va next degan tugmani bosamiz. Qarang, bu botga misol uchun biz pul kiritilgan holatda ishlab boramiz. Misol uchun Viperga 8 dollar kiritadigan bo'lsa, kuniga misol uchun 20% dan ishlab boramiz. Ya'ni 107 dollar bo'ladigan bo'lsa 20%. Agar 107 dan buyog'i misol uchun mana 24% dan bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar misol uchun ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agar sarmoya kiritaman desangiz, minimalni 8 dollar kiritishni tavsiya beraman. Do'stlar, mana biz Telegram botga ham kirib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizda mana shunday ma'lumotlar ko'rsatilgan. Agar do'stlar pul kiritaman desangiz, mana bu recharge degan tugmani bosib pul kiritib olsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga pul kiritish haqida ham bir qisqacha bir ma'lumot berib boraman. Do'stlar, pul kiritish uchun qarang. Bu yerda biz USDT BEP20 ga Tron tersiga misol uchun pul kiritsak bo'ladi. Misol uchun BEP20 tanlaysiz. Hozir mana bizda bu yerda adres bergan. Mana shu adres nusxalab olib olasizlar va mana shu adresga pul tashlaysiz. Misol uchun agar pul kiritaman desangiz, albatta pul kiritish xohish. Pulni tashlab bo'lganingizdan so'ng Recharge Complete degan tugmani bosib tasdiqlab qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun pul kiritib olsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda meni hisobimda 8 dollar pul bor. Qarang, mana mining pool degan bo'lim bor. Mana shu mining degan pool degan bo'limdan biz misol uchun kunlik daromad olsak bo'ladi. Hozir mana mining pool bo'limiga hozir kirib olamiz. Do'stlar, hozir mana men misol uchun vazifani bajarish uchun mana bu tugmani bir marta bosasizlar. Bu yerda men vazifani bajarib olganman. Mana menda vazifani bajarib misol uchun pullarni ham olganman. Sizlar ham misol uchun bemalol vazifani bajarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, endi hozir mana biz asosiy hisobga kiramiz. Hozir mana men hisobimda 1.6 dollar pul bor. Mana shu 1.6 dollarda hozir sizlar bilan birgalikda pul yechishni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, hozir bu yerda biz mana Winzraf knopkasi bor. Winzraf knopkasiga bosamiz. Qarang, bosgan payti bu yerga parol qo'yib olasizlar. Pul yechish, login paroldan qo'yib olasiz. Qarang, mana bu joyga biz misol uchun o'zimizda BEP20 adresimizni kiritamiz. USDT BEP20. Hozir mana men kiritib oldim. Hamda mana hamma pul yechishni bosamiz. Hamda mana bu secretary parolni qo'yamiz. Secretary parolda biz hozir pul yechish uchun qo'yib olganmiz. Hozir buni ham qo'yib olib, sizlar bilan pullarni yechib olaman. Do'stlar, mana ma'lumotlarni kiritib oldim. Endi confirm degan tugmani bosib pullarni chiqarib olaman. Hozir mana Winzraf bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, pullarni ham chiqarib oldim. Mana hisobimdan pullarni ham kesib ketdi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun pullaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Balansimizda mana pullarni ham kesdi. Endi qarang, bu yerda mana TM degan bo'lim bor. TM degan bo'limga kiradigan bo'lsak, bizda bu yerda referral linkimiz ham bor. Referral link olish uchun qarang, hozir mana invite degan bo'lim bor. Shu bo'limga kirib olib, hozir biz referral linkimizni olamiz. Mana copy degan tugmani bosib, misol uchun do'stlaringizni ham taklif qilib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ishlab boramiz. Pul tushganligi haqidagi screenshotni Telegram kanalimga yuboraman. Telegram kanalidan bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying, YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni chiqarib boraman. Hammaga omad. Go bosamiz.